Assalomu alaykum. Bugun sotuvda kanali obunachilari. Mana bugun biz Chirchiq shahri Tankoviga kelganmiz. Tankovida bir xonali birinchi etaj 27 kvadratli uyimiz sotuvda ekan. O'shani obzorni qilgani kelganmiz. Xo'p, ko'rishinglar mumkin bir xonali uyimiz. Shundoq kiruvrishlarni hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana bemalol ko'rishinglar mumkin bu kiruvishlari. Kirurganda chap qo'limizda bu sanuzelimiz. Sanuzelimizni ko'rishinglar mumkin. Ikkalasi bitta joyda joylashgan. Sharoitlari yaxshi. Xo'p, bu yoqda ko'rishinglar mumkin gazlari, suvlari, svetlar, gazlardan umuman muammosi yo'q ekan. Yo'l yuzida joylashgan, ancha yaxshi, shaharga ketadiganlarga ham, shaharda ishlaydiganlarga ham. Bu birinchi ko'rsatgan bu yotoqxonasi, mana bitta xonamiz bor o'zi. Mana shu ularning xonasi. Mana televizor bu yoqqa qo'yishgan ekan. Kimga narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga narx deb yozsanglar, biz sizlarga narxi aytib yuboramiz. Yoki kimga qiziq bo'lib sotib olmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishinglar mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, mana shunaqa arzon, chiroyli, sifatli uylarni qo'yishda davom etamiz.